Rahmetli Şofratalar, Kadir Bağlarımız, hürmetli katnaşıcılar, hürmetli jüri, ustazlar, endi bana aytib ketdi, bizning Galyas Kahramonisizdagi Tatar Akademiya teatri bilan birlikda Sabah bolalar ijodidagi konkurs boradi. Bu konkursinga aytilgancha 12-yil davrida Shavkat Aliyev Bektemirevni ana bizning yashashda bek yoqishib biladi. Chunki endi bu bizning ijodi bilan bizning Sabah rayonidan o'sgan tug'an o'sgan Mingarovda o'zining ijodiy yo'li shu sizni shekilli avul teatridan boshlab berganda endi bu endi bizni biza endi Sayınlar Sayısı'nın xalq artisti sifatida bo'ldi. Yangilanib rollari Dermish xalqdan bilmagan tibakda yo'qdir, jiyda yo'qdir. Bu uni vizitniy kartochkasi bo'lib turdi. Endi shulay dunyo yaratilgan bugunlarga almashina mana onun ismi bilan e'lon etilgan beygiga bugun münasip kalsa ikinci yıkadı, birinci yıkadı bizim 5. noyabr günü uzak bulgarında en iyi günlere geldi. Bütün jiberge, şuşunun keçirikli tutulgan administrasiya kollektivlarına, o rayonlarının yönetiminde rahmetlerimizi bildiririz. Çünkü biliriz, ko'pmagina ne bo'lmasa da qiyinliklar tug'ib turmasa da bolalarning ijodini ta'minlash sport boshqa ülkesinin bizning davlat har vaqtda bizning finansiyalarni qoplab boradi. Buning uchun davlatimizga, prezidentimizga, Amindarov yetakchilarni boshqa tubakdan da kelganlar, ularning Ijro shaharlaridan da kelganlar, boshqa tubak yetakchilarini da rahmatlarimizni bildiramiz. Bilganingizcha butun narsa birinchi odamdan boshlanadi. Siz bilan bugun qaysidir minalingizdan o'tiradi, andas yuriylari kiyimlarga foyda endi o'zini qarata aytdi, birsi Yunus Qarashag'am aytdi, Yunus Nazarxon yonboshlarida debdi, qo'ygan dursini Yunus abini. Albatta turmushlari bizning de turmushda o'zgarishlar bor. Endi mana bu sizga shu belgida qatnashishlar uchun birinchi shu teatr san'atına kirib ketuv birinchi odamlari bo'lib turdi. Elbette bulaşar.
багышлы булган әлеге